Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Alloh sizni sog'lig'ingizni bersin. Sog' salomat bo'ling. Baxtimizga nasib qilsa inshaalloh sizdek prezidentimiz boringizga shukur. Hoji ota, men Qorangiz Saidov Sherali Ismoilovich, Surxondaryo viloyati Jarqon tumani Qoryog'och mahallasi Mehnatkash ko'chasi 3-uyda 17 yil yashadim. 17 yildan beri yashagan uyimda zo'ravonlar Qurbonov Sherzod Fayzillayev Anvarlar noqonuniy holatda, noqonuniy ravishda buzib tashlashdi. Sizdan iltimos, mana 2 oydan oshib ketdi. Hech kim holing nima deb so'ramaydi. Sizdan iltimos, menga amaliy yordam bersangiz. Iloji bo'lsa, hurmatli prezidentim, o'zingiz qadam ranjida qiling, kelib ko'ring. Mana bu yerda bizni tumanimiz rahbarlari ko'rib turib, bilib turib yordam bermayotganini, bizga befarq bo'layotganini o'zingiz ham ko'rasiz. Sizdan iltimos, bir keling. Hurmatli prezidentim, men siz aytgan adolat qonunlarini men bu yerda ko'rmayapman. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentim, menga yordam bering. Mana meni yotayotgan joyimni qarang. Qanday ahvolda yotibman mana yo'lni ustida mana mashinalar o'tib qaytib yotibdi. Chang, to'zon, mana ko'prikdan, mana balandda ko'prik bor, mashina o'tyapti. Shu ko'prikdan o'tgan mashina changitib o'tadi. Sizdan iltimos, shu yerga Surxondaryoga kelganda bir kelib, shu yo'lni ustida 100 metr ichkarida kirasiz. Mana Denov rayoniga, Qumqo'rg'onga va Sho'rchiga o'tayotgan yo'lni ustida, katta yo'lni ustida turibman. 100 metr ichkari kirsangiz ko'rasiz ahvolni. Iltimos, hurmatli prezidentim, bizga yordam bering.